Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, opa-singillar, dugonajonlar. Yaxshimisiz? Mana kecha o'tkazgan edim mana bu gulimni bozordan olib chiqib, qarang. Go'zal, haqiqiy go'zal gul ekan. Mana shu guldan olish kerak ekan, o'rtoqlar. Shunaqangi katta ochilgan, shunaqa chiroyli, yarki qarang. Chiroyligini qarang. Qarang, buni oldida bu juda katta-da, mana qarang. Juda chiroyli bo'lib ertalabga ochilibdi. Ranglari shunaqa chiroyli-da, ajoyib. Lekin sizga kamera unchalik darajada ranglarini yetkazib bera olmayapti, o'rtoqlar. Juda ham chiroyli. Hozir yana u nargisini ham ko'ramiz hozir. Mana bu nimani o'zim men muhofaza qilib uydagilardan boylab qo'yganman. Ip bu. Yana nima ekan deb o'ylashingiz mumkin. Har safar aytib qo'yaman deyman. Yodimdan ko'tarilib qoladi, o'rtoqlar. Muhofaza ipi bu. Meni qilgan ishim bu. O'rtoqlar. Biron narsa tushmasin tepadan. Chunki men hozir mana bu joydan bir qancha desam bo'ladi, bir 60-70 santimetr tepalikda turibman-da men hozir. Ancha yuqorida mana bu joy, mana bu joyimiz pastda. Tepadan biror narsa tushsa mana bu gullarimni nobud qilib qo'ymasin deb mana shunaqa muhofaza qilib qo'yganman. Bu muhofaza zonasi, o'rtoqlar. Ana shunaqa. Hozir sizga yana bir boshqa narsani ko'rsataman. Voy. Bu gulni go'zalligiga qoyil qoldim, o'rtoqlar. Va mana shu guldan o'tkazish kerak ekan. Mana buni qarang. Mana buni qarang. Mana bunisini qarang. Uzoqdan ham hovlini u chekkasidan ham shunaqa chiroyli ko'rinib turibdi. Katta bo'lib. Voy, shunaqa zo'r gul ekan. Mana shu guldan olib, u ko'pgina o'tkazish kerak ekan, o'rtoqlar, qarang. Olov rang, olov. Uzoqdan ham olov rang bo'lib ko'rinib turibdi-da, hovlini etagida. Mana bunisi ham bir boshqacha rang. O'rtoqlar, qarang. Go'zalligini qarang buni. Menga juda ham yoqdi. Mana shu guldan xudo xolasa ko'paytirmoqchiman. Haligi chinni gulga o'xshagan bor. Mana bu shu rangdan, lekin yaproqlari qalin. O'sha gul nimagadir biznikidek yaxshi ko'klamaydi, o'smaydi. Haligi o'rgimchikkana tushib ketadi, bir narsalar bo'lib ketadi. Shuning uchun u gulga qiziqmayman. Mana buni qarang, o'rtoqlar. Juda ham menga yoqdi hozir. Kameradagi rangi boshqa, mana bu pastda turgan rangi boshqa, o'rtoqlar. Olov rang, olov. Shunaqagi go'zal. Go'zal. Mana bu kartoshkalarni tepa tarafida, bosh tarafida. Mana shu kartoshkalarning tepasiga ekkanman buni. Qarang. O'rtoqlar. Ana go'zallik, mana go'zallik. Mana shuni go'zallik desa bo'ladi, to'g'rimi? Oddiygina, soddagina go'zallik. Hamma narsa oddiylikda, o'rtoqlar, tabiiylikda, oddiylikda. Hurmatli obunachilar, meni ham juda xarakterim nima deydi? Ko'pchilikka yoqmasligi mumkin. Mana shu bitta narsani harakat qilsam, albatta o'sha harakatimni natijasini ko'rishni xohlayman-da. O'z holiga tashlab qo'yavermayman ba'zi bir ayollarga o'xshab. Ba'zi bir ayollar bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa bo'lmas deydi-ku, lekin men unaqa deya olmayman-da. Ba'zida shu xarakterim o'zimga ham yoqmay ketadi. Bo'ldi, endi men ham shunaqa ba'zi bir ayollarga o'xshagan beg'am, betashvish bo'laman deyman. Yo'q, meni qo'limdan kelmaydi, o'rtoqlar, u narsa. Unaqa bo'lish hech ham kelmaydi. Unaqa bo'lish uchun juda ko'p harakat qilganman-da. Qila olmayman. Albatta, mana shu boshlagan ishimni Allohdan so'rayman, albatta. Bismillah bilan Allohdan so'rab, Allohga tavakkal qilib boshlayman, albatta. Alloh bersa bo'ladi. Allohning izni bilan bo'ladi hamma narsa. Lekin chin qalbingizdan, chin yuragingizdan xohlab harakat qilib mehnat qilsangiz, albatta inshaalloh Alloh berar ekanda.
Endi hozir sizga yana bir narsani aytaman. Mana bu qatorga shu banangacha nima ekkanman, giyargin ekkanman. Hozir tushib mana bu joyni yo'q. U ana hozir ko'rsataman mana. Mana bu joylarni ham sekin ochib ko'rdim. Chiqishga harakat qilyapti ekan. Men umuman chiqmasa kerak endi bu giyarginlar deb o'ylagan edim. Yo'q, chiqar ekan. Xudo xohlasa. Mana bunisi mana. O'rtoqlar mana ko'rinibdi. Mana. Albatta bu joydagilar ham ko'rinadi. Xudo xohlasa chiqadi. Mana bu mana nima gullarim. Mana. Gladiolus mana. Gladiolusdan 4 ta piyozini ekkan edim bu joylarga. Mana bu joyda 4-tinchisi bor. Endi shu chiqmay turibdi. Bu ham xudo xolasa inshaalloh chiqadi degan umiddaman. Mana hozir 3 tasi chiqdi. Qizil, sariq deb berishgan. Endi xudo xolasa ochilsa, o'sha ochilgan kunlarga hammamiz birgalikda yetsak, sizlarga ham albatta ko'rsataman. O'rtoqlar, mana bu tomonda lovyalarim mana juda chiroyli bo'lib ko'rinishib turibdi. Mana kecha tepadan olib kamera uncha yetkazib bera olmadi sizlarga. Mana juda chiroyli chiqqan lovyalarim. Mana qarang. Hammasi bexato chiqishgan qator bo'lib. Bu oq loviyalar bular. Endi mana bu tagi suvi yetilsa, tag qismi mana bular hozir kechagi kunda suv taradim bu joylarga. Suvlarini tortib, yerlari yetilsa, xudo xolasa chopib qo'yamiz inshaalloh mana. Hammasi chiqib turibdi lovyalarim. Mana qarang, qator bo'lishib, chiroyli bo'lib chiqib turishibdi. Endi taklarini yumshatib, chopib qo'ysa, yana ham bu joylar yam-yashil bo'lib, go'zal bo'ladi o'rtoqlar. Mana bu olmalarim mana har yili ko'rsataman, ko'rsatishdan charchamayman. O'sha olmalarim meni har doim kuzatuvchi obunachilarim bilishadi. Qarang. Hozir sizga aytaman. Qarang endi. Mana bu shoxlar o'tgan yili mana shu shoxlar, mana shu shoxlar, mana shu hozir bu tomon quyosh aylanadigan tomonda bu tomonlar. Mana shu nima deydi, janub tomonimiz mana shu. Bu yil olma solmadi bu tomonlar, qarang. Gullamadi ham, olma solmadi ham, olma yo'q. Endi u narigi shimol tarafidagi shoxlari rosa olma soldi. Qarang, bu tomoni dam olibdi bu yil. Qarang, shunaqa bo'lar ekanda, o'rtoqlar. O'zi ham yashil, qarang. Ham yashil. Mana bu olmani kuzda o'g'lim endi o'zi bilganicha, endi bog'man emas, o'g'lim endi shakl berib qo'ygan edi. Bu yil lekin gullamadi. O'tgan yili mana bu tomondagi shoxlari gullagandi. Agar kuzatganlar bo'lsa, eslasalaring bilasizlar. Bu tomondagi olmalar hali katta olma solganda bu gullagan edi. Lekin olmasini olib qola olmagan. Bu yil nima gullari yo'q. Mana. Lekin o'zi chiroyli, sog'lom mana. Sog'lom, ko'z tegmasin, mashalloh mana. Barglari yam-yashil gurkiragan, mana qarang. Sog'lom olma. Bu o'sha o'zimiz mana bu olmamizdan, hozirgi ko'rsatgan olmamizdan ulangan shirin olma. Shirin olmamiz. Mana o'rtoqlar, hozir uncha kamerada ko'rinmayapti. Mana bu shoxlari rosa mevalari ko'p, rosa qilgan mana shimol tomondagi shoxlari qarang. Mana hozir sizga ko'rsatishga harakat qilaman, agar ko'rinsa. Mana qarang, hayron qolyapman. Bir tarafi olma solgan, bir tarafi solmaganda. Qarang, nima degan gap endi o'rtoqlar. Bular ham dam olar ekanda. Mana bu shoxlarida mana olmalari rosa ko'p. Mana bu shoxlarda. Boriga shukr. Allohim barakasini bersin. Yaxshiliklarga ishlataylik, ilohim. Mana bu esa bodomlar. Mana bodomlar ham yaxshi, har qalay juda yomon ham emas, juda zo'r ham emas. Boriga shukr. Boriga baraka deyiladi-ku, to'g'rimi? Mana har qalay hosillari bor, mana.
yaxshi. Endi pastda mana bu joyga mana o'smalar chachib qo'yganman. Mana o'smalarimiz mana begona o'tlardan tozalab qo'yishim kerak. Shunga ham qo'lim tegmaydi-da o'rtoqlar. Boshqa ishlar bilan. Mana begona o'tlardan tozalab, agar qalin bo'lsa, yagana qilib qo'ysangiz, o'sma siyrak bo'lsa yaxshi bo'ladi. Shuni bir bilib qo'yinglar o'rtoqlar. Qalin o'sma yaxshi bo'lmaydi. Siyrak o'sma bo'lsa yaxshi bo'ladi. Mana bu begona o'tlardan tozalab qo'yishimiz kerak. Bu o'sma ekan. Mana bular begona o'tlar. Mana shular ham begona o'tlar o'rtoqlar. O'tlarini begona o'tlardan tozalab qo'ysak, o'sma shunaqangi chiroyli bo'ladi o'rtoqlar. Zo'r bo'ladi. Mana shular begona o'tlar. Erinmasdan mana shu ham begona o't. Tozalab olishimiz kerak o'rtoqlar. Mana begona o'tlar. Mana erinmasdan. Men erinmayman hech. O'tlarini yulib qo'ysangiz, shunaqa maza qilishadi-da, gurkirashadi. Sizga rahmat aytishadi o'rtoqlar. Mana qarang. Mashlarni mana shular begona o'tlar. Rosa chiqibdi. Tozalab olishimiz kerak-da. Mana bu ham begona o't mana. Tomiri bilan olish kerak o'rtoqlar. Iloji boricha mana tak qismidan ushlab turib, mana tak qismidan tortsangiz, mana bunaqa tomiri bilan chiqadi. Agar siz uni mana bunday qilib qo'ysangiz, mana tomiri qolsa, ertaga tagidan yana chiqaveradi o'rtoqlar. Shuning uchun tozalab o'tashga harakat qiling. Chin dildan mehnat qiling. Shaka mehnatkash odam hammani mehnatga undaveradi. Mehnat qil deyaveradi. Shu jumladan men ham shundayman. Nima deydi? Dangasa odamni ko'rsam, nafasim qaytib ketadi. Bo'g'ilib ketaman. Mana birpasda o'tab qo'yasiz, harakat qilsangiz mana. Mana tomiri bilan olamiz. O'rtoqlar mana. Ko'rdingizmi? Shunaqa gaplar o'rtoqlar. Mana bu nima gulimiz? Nima deydi? Ana u. Lola daraxtimiz. Yaxshi. Lekin o'g'lim ozgina teparoqqa o'tkazib qo'yibdi-da. Chunki o'sha kuni uyda emas edim. Mana bu joyga o'tkazish kerak edi o'zi mana bu joyga. Hozir ozgina teparoqda-da suv ichishi qiyin. Suvni o'ylash kerak-da. Mana bu ariqchadan suv kelsa, suv mana bu joygacha chiqadi. Shuni hisobga olmaganda o'g'lim. Agar men bo'lganimda aytardim. Bir qarich pastroqqa ekin o'g'lim suvni qonib ichadi. Endi bayda ham ichishi mumkin, ichadi. Qiynalib ichadi. Qiyinroq ichadi bu joyda. O'rtoqlar. Nima deysiz endi? Mana bu salviya gullarim o'ziga kelib qoldi. Mana shu joylardan ham rosa begona o'tlar chiqqanda qarang. Mana shularni yulishim kerak, yo bo'lmasam chopish kerak. Salviyalarim yaxshi, ko'z tegmasin mana. Mana bu yo'loni pastida-da, mana qarang. Mana bu semin hozir salkam, bilmayman, necha santimetr salkam 70 santimetr keladi tepagacha. Shu joyda yo'lagimiz bor mana. Shu yo'laqdan navesga o'tib ketiladi mana. Bu yoq pastligida. Mana bu ekilgan joylar, pastlik joylar, o'rtoqlar. Endi mana bu katta bananlarim chiqmay turibdi-da. Manidan bolachalar chiqqan, lekin endi mana bular chiqmasa, shuni kattaytirib olamiz. O'rtoqlar. Nimaga xursandman? Gergin gullarim chiqayotganidan xursandman. Hozirgi qo'ygan roligimda bitta obunachim aytibdilar, cherry ekmaysizmi deb. Mana cherrylarni ekib qo'yganman. Mana shular o'sha nimagacha? Mana o'shigacha cherry mana yaxshi holat mana. Bu tomoni Volgograd.
Mana bu taraf Volga kiradi. O'sha baland bo'lib turgan joygacha cheri, u tomoni yana Volga kiradi. Ekib qo'yganmiz, Xudo xohlasa mana. Bu yoqlari kartoshka. Mana bolgar qalampirlari bu tomoni. U tomoni 40 og'ayni haligi nima deydi, gul qalampir deyiladi. Ba'zilar gul qalampir deydi, 40 og'ayni deydi. Juda ham nimjon bo'ladi-da, qarang. Keyin o'ziga kelib ketadi. Juda ham hozir nozik. Hozir gul qalampirini ham, gul qalampir ekdik, keyin yana bir boshqacha sortidan ekdik. Ko'ramiz, hali yetilib pishganda bilamiz qanaqaligini. Yana o'sha olovrang gulimning yoniga kelyapman, o'rtoqlar. To'g'risi ko'rib juda ham quvonib ketdim. Kecha ekayotgan paytimda bunaqa emas edi. Mana kecha ko'rsatganman. Agar ko'rgan obunachilar bo'lsa bilasizlar. Haligi gulchaga o'xshab bundoq yumilib turgan edi-da. Qarang, bugungi holatini qarang. Juda go'zal-da, o'rtoqlar. Xo'sh, shu bilan bugungi ko'rsatuvimiz, roligimizni tugatamiz. Ko'rsatuvimizni deb qo'ying, o'rtoqlar. Hurmatli obunachilar, obuna bo'lganlar kuzatishda davom eting. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar, hurmatli kuzatuvchilar. Like bosib qo'ying, fikr mulohazalaringizni qoldiring. Yana efir orqali ko'rishib, suhbatlashguncha omon bo'ling. Allohga omonat bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.